Selam dostlar, top 5 topshirig'i o'z ishini davom etadi ham biz Instagram turida сөйләшүебезне davom etamiz. Bugun men sizni top 5 eng qiziqli totar insta blogerlari bilan tanishtiracakman. Ketdik. Ham bizning birinchi blogerimiz qiziq-miziq. U qiziqli vaynar tushira, ham o'zining turmushi turida da сөйләйdi. Ham Shayan TV'ning zo'r do'sti. Ikkinchi blogerimiz eng birinchi totar insta blogeri u Totar Malay. Shulay uq Shayan TV'ning do'sti ham tag'in Totar Malayning YouTube kanalida da bek qiziqli blogi bor. Qizlar, uchinchi blogerimiz Insta Tatarki. Menimcha siz ularni bilasiz. Chunki ular avulda yashayotgan g'odiy qizlar turida vaynar tushiradilar. Tezroq kirib qarag'iz, ham like qo'yishni unutmag'iz. To'rtinchi blogerimizning akkaunti Lausik deb ataladi. U jurlida tatarcha-ruscha postlarda yozadi. Tamni retseptlar bilan da tanishtiradi. Do'stlar, menimcha bu blog bek qiziq, ham sizga kirib qararga kerak. Do'stlar, men 5-chi eng qiziqli blog bo'lib Shayan TV'ning Instagramini oldim. Chunki bunda qiziqli ham kerakli ma'lumot bek ko'p. Ham tag'in bir qiziqli fakt. Yangi premyeralar turida sizni mana bizning Instagramda bila olasiz. Bugunga men sizning bilan sog'lasham, blogerlar bilan tanishig'iz, ham o'zingizda blog olib borig'iz. Bu bit qiziq. Bugunga mana shular edi. Sog' bo'linglar.